Savol: Ba'zi birodarlarning shariatda asli bo'lmagan amallarni qilishayotganini ko'raman. Men ularni bid'at amallar deb o'ylasam-da, buni ishonchli manbalar bilan tasdiqlay olmayman. Agar bu amallar to'g'ri bo'lmasa, ularni hikmat bilan to'g'rilashga harakat qilmoqchiman. Birinchisi, duodan keyin barmoqlarga puflab, bosh barmoqlar bilan ko'zlarni silash. Ikkinchisi, duoni doimo Fotiha surasi bilan tugatish. Uchinchisi, Qur'onni ko'targanda va qo'yishdan oldin o'pish. To'rtinchisi, namozda o'tirganda yoki Qur'on o'qiyotganda tebranish. Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Albatta, har bir ibodat Qur'on va sahih sunnatdan dalilga asoslangan bo'lishi kerak. Shariatdagi qoidalardan biri shuki, Allohga faqat u buyurgan narsa bilan ibodat qilinadi. Bid'atlar bilan ibodat qilinmaydi. Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun." Kim ushbu ishimizda, ya'ni dinda, shariatda undan bo'lmagan narsani paydo qilsa, marduddir, ya'ni rad qilingan, inkor qilingandir dedilar. Sahih Muslim 1718-hadis. Ya'ni uning amali behuda, o'ziga qaytariladi. Alloh uni qabul qilmaydi. Duoni Fotiha surasi bilan tugatishga Qur'on va sunnatdan dalil yo'q. Shuningdek, barmoqlarga puflab, duodan keyin ular bilan ko'zlarni silash ham sunnatda kelmagan. Shuqayri rahimahulloh namozdan keyin duo tugagach, ikki bosh barmoqning tirnoqlarini o'pib, ular bilan ko'zlarni silash. Shuningdek, namozdan keyin ikki qo'l barmoqlarining uchlarini birlashtirib, odamlar to'qigan ba'zi so'zlarni aytgan holda ularni ko'zlariga surtishni ham bid'at amal sifatida tilga olgan. Sunnatlar va bid'atlar kitobi 71-bet. Qur'onni o'pish masalasida doimiy qo'mita fatvosi ularga yo'llangan savol haqida quyidagicha javob bergan. Kishining Qur'onni o'pishining asli borligini bilmaymiz. Boshqa javobda Qur'oni Karimni o'pishning joizligiga dalil borligini bilmaymiz. U o'qish, tadabbur qilish, ulug'lash va amal qilish uchun nozil qilingan deyiladi. Doimiy fatvo qo'mitasi 4172-fatvo. Ibn Muflih aytadi: Imom Ahmad rahimahulloh Qur'onni o'pish yoki uni ko'zga surtish haqida qat'iy joiz yoki nojoiz deb aytmaganlar, balki bu borada sukut saqlaganlar. Odobush Shari'a 2-mujallad 273-bet. Qozi al-Jami' al-Kabirda shunday deydi: U bu masalaga to'xtalib, garchi unda hurmat va ulug'lash ma'nosi bo'lsa ham, shar'iy dalilsiz bu ishni qilish mustahab hisoblanmaydi. Umar roziyallohu anhu ning Ka'baga Hajarul Aswad borasidagi so'zlariga qarang. Zayd ibn Aslam otasidan rivoyat qiladi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ning Hajarul Aswadni o'pganini va laula anni ra'aytu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qabbalaka ma qabbaltuk. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam seni o'payotganlarini ko'rmaganimda, men seni o'pmas edim deganini ko'rdim. Sahih Buxoriy 1610-hadis. Qiroat va namoz paytida tebranishga kelsak, bu yahudiylarning amalidan bo'lib, bu ularning ibodatlaridagi holatlardan biridir. Shuning uchun musulmon kishi atayin bunday qilishi joiz emas. Manba: Bakr Abu Zaydning Qorilarning bid'atlari kitobi 57-bet. Savolingizga ko'ra, da'vatdagi hikmatdan biri shuki, ularning qilayotgan ibodatlari va holatlariga o'zlaridan dalil talab qiling. Chunki yuqorida aytilganidek, hech bir ibodat dalilsiz qabul qilinmaydi. Dalil keltirish amal qiluvchining zimmasida, inkor qiluvchining emas. Vallohu a'lam.